sizlarga. Bu qo'shin bo'ladi. Navirali bo'lgan 40 kilolik qo'chqor kerak edi. Bormi? Qo'ylarda zo'ri bor, tog'larda o'sgan. 40 kiloligingiz necha pul? 40 kiloligi amaki 6,5 million bo'lyapti. Hech narsa emas ekan-ku. Biz baquvvat ekanda qo'shni. Men nevaramga deb 200 talik pachkani 10tasini taxlab qo'yibman. Bir mazza qilamizda, o'zingiz ham bo'lasiz-ku. Assalomu alaykum, amakilar, yaxshimisizlar? Isroil aka, siz yaxshimi? Erkin aka, siz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Hormanglar endi. Nima gap? Tinchlikmi qizim? Isroil aka, sizniki 21:17 edi-ya? Ha, 21:17 dan. Isroil aka, qarzingiz chekdan juda ham ko'payib ketdi, to'lashingiz kerak. Necha pul ekan? 1,400,000. Pul yo'qda yetkazib bo'lmayapti. O'tgan oyim beraman ana-mana deb vaqt o'tdi. Bu oyam endi pulim yo'q deyapsiz. Nima qilish kerak? Nima qilay? Mana pensiyani kutib o'tirib, sal chiqqan yo'q pensiya. Ammo endi to'lamasangiz 500 so'mga oshib ketishi mumkin-da. Qizim, pensiya tushsa, ertaga to'lasam bo'ladimi? Bo'ldi, ishonsam bo'ladi-ya. Dushanba kuni men sizni idorada kutaman. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Bo'pti, ketyapman. Ketdi, Xudoga shukr. Menga qaraydigan. Qo'yni olib kelasan-da, mana shu yerda qo'yasan. Ko'rish kerak, xalq bilsin. Ma'qulmi? Qancha bo'ladi? Unaqa yana bir qo'sasizda. Bo'ldi. Unda mana jiyan. Mana shuni olginda, qolganini qo'yni so'ygandan keyin olasan. Bo'ldi, tog'a, hozir bo'lmasini borib qo'yib kiraman. Barakat bo'lsin. Barakat bo'lsin. Bu jiyanga ishonsa bo'ladimi, albatta ketmaydimi? Ya birovni haqqiga xiyonat qilmaydi, o'zimga o'shan halol yigit. Ishonavering.